Eshitama. Assalomu alaykum, TSB bankdan bezovta qilamiz, kredit olmoqchi ekansiz. Ha? Nech pul olmoqchisiz, opa? 5 million. U pulni nima qilasiz keyin, opa? Bankiylarga omonatga qo'yaman. Keyin nima qilasiz? O'zinglarni bankiylarni sotib olaman. O'ylab gapiryapsizmi, opa? Yozgan foizga 5 millioninglarni qo'shib, sizlarni sotib olaman. Rozi bo'lmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Iloyo ilovanda TSB bankdan kreditimni adobrit qilishsin. O'tdan million pul berishsin. Pullarni olib ishlatishni boshlaganimdan keyin TSB bank endi yopilyapmiz, biz bankrot bo'ldik deyishsin. Keyin pulim umuman mendan qaytib so'rashmasin. Men milliarder bo'lib ketganimdan keyin ularni o'zi meni yonimga kelib pul berib turing deb ketishsin. Keyin men ularga qarab foizni katta deb